Muhammad Safo shu yerdamisan? Keling, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Muhammad Safo mana shu qushni setkasi bor-ku, mana shunaqa setka kerak. Srochini mana shunaqa yasab olishim kerak deb bitta. Bo'ldi aka, shunaqasidan bor mana mabida-yu. Listovoy bo'ladi. Mana aynan o'zidan. Shu bitta savolli aka. Hop. Qarang, mana bu nimaga mana shu qush qafaslarini setkasi mana shunaqa uzunchoq bo'ladi? Hozir aytaman men senga. Mana bu setka, ukam. Bu qush boqadiganlar biladi, mana dumini titmaydi. Bu yoqqa ketaveradi. Mana bunisi bo'lsa maydadan qilib qo'ysang. Mana bu dumni titib tashlaydi. Dum kirganda mana titilyapti. Ko'rdingmi? Mana. Subhanalloh. Ana o'shaning uchun mashinaqadan qilinadi. Zo'r qush ekan, maşalloh. Bitta ko'rsam bo'ladimi mana? Mayli. Faqat tushirib yubormagin-da. Qo'y. Eshigini ham ochiq ekan-da. Ketdi endi. Ketdi bo'ldi endi u. $200 qush edi. Ukam, uchirib yubording. Nima bo'ladi uni masalasi? Yo'q, hozir masalalarni olib chiqmayapmiz lekin, aka. Lekin baribir to'laysan.